Assalomu alaykum. Dasturxon telekanalining navbatdagi daqiqalari Fresh News informatsion dasturi bilan davom etadi. Studiyada Hayotxon Sobirova. Bugun dasturimizda O'zbekiston sun'iy yo'ldoshini 2028-yilgacha uchirishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston aholisi 37,8 milliondan oshdi. Talabalar kibersport o'yinlari 2025 musobaqalari tashkil etiladi. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. O'zbekiston yaqin yillarda o'zining birinchi ilmiy-texnik sun'iy yo'ldoshini kosmosga uchirishni rejalashtirmoqda deb xabar berdi. UPL Kazinforum agentligiga asoslanib, O'zbek kosmos agentligi direktori o'rinbosari Muhiddin Ibrohimov fikriga ko'ra, ushbu uchirish 2028-yilgacha amalga oshishi mumkin. Dastlab shu haqida. Loyiha doirasida O'zbekiston Elon Muskga tegishli dunyodagi yetakchi kompaniyalardan biri SpaceX bilan muzokaralar olib bormoqda. Bu hamkorlik mamlakat uchun yuqori texnologiyalarni rivojlantirish yo'lida yangi imkoniyatlarni yaratadi. Ibrohimov ta'kidlashicha, sun'iy yo'ldoshni orbitaga chiqarish murakkab rejalashtirish va texnik tayyorgarlikni talab qiladi. Kosmik agentliklar tomonidan taklif etiladigan uchirish oynalari oldindan band qilinadi, chunki bo'sh slotlar soni cheklangan. Shu sababli kelishuvlar o'z vaqtida imzolanishi va texnik talablar to'liq tayyor bo'lishi zarur. Loyiha tarkibidagi muhim yo'nalish yuqori malakali kadrlar tayyorlash. 2024-yilda O'zbekistondan 7 nafar talaba Yaponiyaning Kyushu texnologiya universitetiga magistraturaga yuborilgan. Ular sun'iy yo'ldoshni loyihalash, yig'ish va uchirishga tayyorlash bilan shug'ullanishadi. O'qish 2027-yilda yakunlansa, uchirish 2028-yilgacha amalga oshishi mumkin. 2025-yilning iyun oyiga kelib, O'zbekiston Respublikasi aholisi soni 37,8 milliondan oshdi. Bu haqida Davlat statistika qo'mitasi rasmiy ma'lumot berdi. Navbatdagi lavhada batafsil bilib olamiz. 2025-yil 8-iyun holatiga ko'ra, O'zbekistonning doimiy aholisi 37,803,188 kishiga yetdi deb xabar berdi Statistika qo'mitasi ma'lumotlariga tayanib. Bu raqam mamlakat aholisi 37,8 million bosqichini bosib o'tganini anglatadi. Jumladan, erkaklar 19,037,685 kishi, ayollar 18,765,503 kishi. Mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda aholi soni oyiga o'rtacha 51,5 ming kishiga, kuniga esa taxminan 1,7 ming kishiga ortmoqda. 2025-yilning yanvar-aprel oylarida mamlakatda 266,478 nafar bola tug'ilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 8 ming nafarga kam. Bolalar uchun yozgi ta'til bu qiziqarli va erkinlikni his qilish vaqti. Ta'til davomida o'quvchilar bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish va xavfsizligini ta'minlashga e'tibor qaratish muhim hisoblanadi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan o'quvchilarni yozgi ta'til davrini maroqli tashkil etish hamda sog'lomlashtirish maqsadida qator ishlar olib borilmoqda. Joriy yilda vazirlik tizimidagi 5 ta dam olish maskaniga 1,400,000 nafar bola qamrab olinadi. Tajribali o'qituvchi va mutaxassislarni jalb qilgan holda 47 ta ixtisoslashtirilgan sog'lomlashtirish oromgohlari tashkil etiladi. Dam oluvchi o'quvchilarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida oromgohlarda ish olib boruvchi pedagog xodimlar uchun maxsus uslubiy qo'llanmalar yetkaziladi. Bolalar o'rtasida kitobxonlikni ommalashtirish maqsadida oromgohlarga 65 ming dona bolalar adabiyotlari yetkazib beriladi. Statsionar oromgohlarga jalb etilmagan bolalar uchun ta'lim muassasalarida 1,239 ta sog'lomlashtirish maydonchasi bepul tashkil etilib, ularga 168,574 nafar bola jalb etiladi. Sog'lomlashtirish maydonchalarida sport, san'at va IT yo'nalishlari bo'yicha to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yiladi hamda bolalarga mo'ljallangan qiziqarli kino va multfilmlar namoyish etiladi. Mamlakatimizda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida 1-iyundan 30-avgustgacha yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularni sog'lomlashtirish, kasb-hunarga yo'naltirish, ta'lim tashkilotlari o'rtasida yoz oylarida hamkorlikda faol ish olib borish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.
Mazkur loyiha tizimida talabalar kibersport o'yinlari 2025 respublika chempionati o'tkazilishi e'lon qilindi. Unga ko'ra oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda hamkor tashkilotlar, hokimliklar bilan birgalikda talabalar kibersport o'yinlari 2025 respublika chempionatining dasturi tasdiqlandi. Talabalar kibersport o'yinlari 2025 musobaqalari Dota 2, Case 2, FK25 o'yinlari hamda Just Dance Digital raqs bo'yicha 3 bosqichda tashkil etilishi nazarda tutilgan. Birinchi bosqich 9-14 iyun kunlari respublikamizdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida tashkil etilsa, ikkinchi hududiy bosqich 16-21 iyun kunlari o'tkazilib, unda g'oliblikka erishgan jamoalar 23-25 iyun kunlari Farg'ona viloyatida tashkil etiladigan final bosqichida kuch sinashadi. Eslatib o'tamiz, talabalar kibersport o'yinlari 2025 ning respublika bosqichi g'oliblari tegishli darajadagi diplom va medallar bilan taqdirlanadi. Shuningdek, musobaqalarda sovrinli o'rinlarga ega chiqqanlarga pul mukofotlari topshiriladi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston terma jamoasi o'yinini jonli ko'rish uchun stadionga kelishi kutilmoqda. Muxbirimiz lavhasi shu haqida. Tariximizda ilk bor jahon chempionatiga chiqqan futbolchilarimiz 10-iyun kuni Qatar terma jamoasini Toshkentda qabul qiladi. Shu kuni stadionda juda katta to'y bo'ladi va bu tarixiy voqealarga davlatimiz rahbari ham tashrif buyurishi kutilmoqda. Bu haqda bosh vazirimiz Abdulla Aripov futbolchilar va murabbiylar bilan uchrashuvda aytib o'tgan. O'zbekiston terma jamoasiga beriladigan 40 avtomobilning barchasi hozirda stadion ichiga olib kirilgan. Bundan tashqari Qatar bilan o'yindan so'ng stadionda misli ko'rilmagan katta salyut va lazer shoular bo'ladi. Jahonga uzatamiz. AQShda migratsiya reydlariga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhada muxbirimiz batafsil ma'lumot beradi. Trump ma'muriyati immigratsiya reydlariga qarshi norozilik namoyishlariga javoban Los-Anjelesga Milliy gvardiyaning 2000 askarni joylashtirish rejasini e'lon qildi, deb xabar bermoqda Reuters. Juma kuni kamida 44 ta muhojir hibsga olingan. Kaliforniya gubernatori Gavin Newsom Trumpning harakatlarini qasddan provokatsion deb atadi va maqsad huquq-tartibot idoralari yetishmovchiligini bartaraf etishdan ko'ra tomosha yaratish ekanini ta'kidladi. Namoyishchilar zobitlarga hujum qilgan yoki mulkiga zarar yetkazgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin, dedi shtat chegara xavfsizligi bo'yicha nozir Thomas Homan. Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev ham hal qiluvchi bosqichga yo'l oldi. Bokschimiz 70 kg vaznda ozarbayjonlik Nabi Iskandarovni 5-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Tushunganingizdek, dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. Bu g'alaba nafaqat uning shaxsiy karyerasidagi muhim qadam, balki jamoaviy ruh va yurtimiz boksini xalqaro maydondagi yana bir yuksak natijasidir. Yarim final jangidan so'ng World Boxing tashkiloti prezidenti Boris Van der Vorst shaxsan Asadxo'ja bilan uchrashdi. U bokschimiz ko'rsatgan jangni kechaning eng ta'sirli va yuqori darajadagi yarim finallaridan biri sifatida e'tirof etdi. Bu e'tirof nafaqat Asadxo'janing, balki O'zbekiston boks maktabining professional tayyorgarligiga berilgan katta baho bo'ldi. Endi esa barcha e'tibor hal qiluvchi bahsda. Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev oldinda turgan finalda ham yuksak mahorat va iroda bilan yurtimiz sharafini munosib himoya qilishiga ishonamiz. Siz Fresh News informatsion dasturini tomosha qildingiz. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang. Oldinda ob-havo ma'lumotlari. Salomat bo'ling.